Assalomu alaykum. Mana Masjidil Haromda juma namozi o'qigani keldik. Alhamdulillah. Hozirgi kunda bizning yurtdoshlarimiz biz mintaqalarimizdan ko'pchiligi umra ibodatlariga kelishyapti. Alhamdulillah. Umra ibodatlariga kelish ibodatlarni ado etib ketishyapti. Shu yerda Masjidil Haromda yurganlarga va ketmoqchi bo'layotganlardan bir iltimos qilib so'radikki, o'z yurtlarimizga haqlariga duo qilishsin. Alloh taolo o'zi barakotli yomg'irlardan yuborsin. Yani o'zlar avvallar bor, yomg'irlar yog'may qo'yib, havolarimiz yomonlashib, kasallar ko'payib ketyapti. Alloh kasallar ko'tarsin. Yomg'irlar bersin bizga. Har bir faslni o'z o'rnida, o'z vaqtida bo'lgani yaxshi ekanda. Bizga qolsa yaxshi, mana yomg'ir yog'mayapti. Kunlar ochiq turibdi deymiz-u, qish yaxshi kelyapti deymiz-u, lekin bunday olib qaraganda har bir fasl o'z vaqtida bo'lgani yaxshi ekan. Hamyurtlarimizdan so'rardikki, ko'p istig'forlar aytishib, o'zlarining yurtida bo'lsin, shu haram, Masjidil Haromda shu yerlarga kelgan bo'lsa, shu yerlarda duolar qilaylik. Alloh taolo biz yurtlarimizga foydali, barakotli yomg'irlarni bersin, kasalliklarni ko'tarsin bizdan. Alloh taolo hammalarimiz gunohlarimizni mag'firat etsin. Istig'forlarni ko'p aytaylik. Assalomu alaykum va rahmatulloh.